Men doktor bo'la olmas ekanman, lekin mana ertalabdan mana hozir sal mashtim o'ziga keldi. Siqilib qoldim, lekin qiynagan. Ota-onasini men u hissiyotlarni umuman tushuna olmayman. Lekin doktor bo'lish uchun katta yurak kerak ekan. Har kuni buni ichida, har kuni mana bunaqa kasal, kimdir o'ladi. Kimdir 50 deyish juda, ayniqsa yosh bolalarga juda xuddi bir boshqa olamga tushib qolgandayman. Umuman boshqa olamga tushib qolgandayman. Xuddi shunaqa переживать qilyapman, xuddi o'zimni farzandimdek. O'shanga shunaqa boya fikrlarimni aytdim. Yana hammasini aytib qo'ydim. Hozir atelga kelib ozgina dam olaylik deb. Shunaqa do'stlar, shukr qilishimiz kerak. Farzandlarimiz kim farzand sog' salomat bo'lsa, bo'ldi. Eng baxtli sog'liq ishoninglar. Kim sog'liq hamma joydan eng baxtli insonsiz, ishoning. Eng baxtli insonsiz bo'ldi. Bu pul, rizq hammasi o'zi keladi. Muammolarni shuna ko'z yuming, sog' salomsiz yuribsiz. Eslang mana shu gaplarimni, eslang. Mana shu rak bilan kecha mana pastda Turkmanistonda bitta bola bor ekan. Rak 4-stepen ximiyalar oladi. Bitta ximiya olganda qanaqa badanni to'kib qo'yadi. Ishoninglar, soppa-sog'miz, yurimizmi, hammasi zo'r bo'ldi. Qolgan hamma narsa bir tiyin. Ishoninglar, bir tiyin. Bu yoqqa kelib ko'rish kerak. Men buni ham hikmati bor. Men shu o'tgacha Hindistongacha keldim. Kelib ko'ryapman. Alloh o'zingga shukr deyapman. O'zingga shukr deyapman. Shunaqa do'stlar, sog'liq soppa-sog'misiz, siz eng baxtli insonsiz, ishoning. Eng baxtli insonsiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Gap yo'q, Hindiston bular tajribasi kuchli, shu oldinga o'tib ketgan hamma narsadan, mana shu imенно meditsinadan qoyil ekan. Qoyil. Hozir ko'ryapman, gospitallar juda katta. Agar o'sha kimdir sog'lig'i bilan qiynalayotgan bo'lsa, albatta har bir davlatda o'ziga yarasha qanaqadir sohasidan yutug'i bor, lekin Hindiston juda meditsinadan kuchli ekan. Shunaqa gaplar do'stlar, ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Paddishka qildinglar hamma. Endi kartalarimiz blok bo'lib qolib, ba'zigina sinovlar bo'ldi. Ko'pchilik tasholmadi. Mayli, yaxshiligiga. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Ro'za Ramazon oyida ehson qilib zakotlarni tashlaganlar 1000 baravar bo'lib qaytsin do'stlar. Shunaqa gaplar xullas menda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.